Azizlar, tomosha qilayotganingiz Madaniyat va ma'rifat telekanali Qaqnus ko'rsatuvi. Bugun biz ustoz shoir Matnazar Abdulhakim ijodi haqida suhbatlashyapmiz. Hozir bir musiqiy chekinish qilsak, men sahnamizga iste'dodli san'atkor Dilfuza Nurmetovani taklif qilaman. Marhamat. Zavrimni sezib titradi dutor xabaring yo'q. Zavrimni sezib titradi dutor xabaring yo'q. G'aflatdasin men bunda bedor xabaring yo'q. G'aflatdasin men bunda bedor xabaring yo'q. Olamni bosar zulmat agar lahza yimirsan, ul ko'zlaring xumor xabaring yo'q. Ul ko'zlaring xumor xabaring sanki habersiz Matnazar jabrima mahkum. Deb sanki habersiz Matnazar jabrima mahkum. Bundan xabarim allaqachon bor xabaring yo'q. Ishq tuyg'usidir eng buyuk me'mor xabaring yo'q. Ul ko'zlari xumor xabaring yo'q. Xabaring yo'q. Salomat bo'ling.